Men qayerdaman? Onammi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Mening onam bundan ancha qimirlamayapman. Menga nima bo'lyapti? Bu mening ko'rsatkichlarimmi? Darajam yana birga tushibdi. Yana ismim yo'qmi? Hazrat oliylar. Hurmat shart emas. Hazrati oliylari, qanday chiroyli yuz. Qara, qo'shi sanikiga o'xshaydi. Rahmat Hazrat oliylar. Uning yo'qsi ham xuddi siznikidek deb o'ylayman. Bu chol haqiqatdan ham imperatormi? Bu dunyoda menga nima bo'lyapti? Ismini nima qo'yamiz? Noah Ararat. U 13-imperator shahzodasiga ega bo'ladi. Katta rahmat. Imperator shahzodasi bu unvon faqat imperatorlar o'g'liga beriladi. Zadigonlar ichidagi zadigonlarga. Noahning moyilligi qaysi unsurga? Suv unsuri. Unda unga suv qabilasi ko'p yashaydigan Almeriya yerlarini beramiz. Xo'p bo'ladi. Jan ustiga qo'shildimi? Bu nima o'zi? Bunday reytingni hech qachon ko'rmaganman. Xo'sh, bu masala hal bo'ldi. Cruz, uning qobiliyatlarini ko'rsat. Xo'p bo'ladi. Kechirasiz, oliyjanob shahzoda. Ruhlar bergan qudrat nomidan bu shahzodaning asl maqsadi va tabiatini menga ayon et. Bu nima? Suv daraja o'zgardi. Bo'lishi mumkin emas. Tug'ilganidan ancha yuqori. Bu allaqachon uyg'onganini anglatadimi? Ajoyib. Bu yoshdan S+ darajaga erishgan odamni hech qachon eshitmaganman. Ulkan iste'dodli insonning tug'ilishiga guvoh bo'lyapman. Qanday bo'lmasin, menga yangi hayot berildi. Va men zodagonlar sifatida qayta tug'ildim. Empire's honor Not too many systems that get to the net Imagine sense 振り切ったレベル上限この目に映るもの全ても滑るなのかちゃむこのために揺るがるものさし知らば正義の求めやすも便利は Get through a crisis Happy counter paranoia Told me that's all I was a full justice Free some was my for free from now on I decided to save the world 記憶をたどった自分の絞り Creating a best for everyone But this time I won't fail Cause I don't know our future So I will do what I can 気づきを信じた続けて何も始まらない I'm gonna try perfect Chaos Chaos Break off Chaos Birinchi qism 13-imperator shahzodasi Noah Ararat. Meris imperiyasi tog'lar bagrida joylashgan jangchilar mamlakati. Poytaxti esa keng tekislikda joylashgan. Boylikka yanada boylik keltirayotgan oltin davrda bu yurtda porloq madaniyat gullab yashnamoqda. Imperatorning 10 dan ortiq o'g'illari bor. Ular imperator shahzodalari deb ataladi. Va xalq tomonidan eng ulug' zodagonlar sifatida hurmat va muhabbat bilan e'zozlanadi. Xayrli tun shahzoda Noah. Qayta tug'ilganimdan keyin 6 yil o'tib bir narsani angladim. Boshqalarga mening ko'rsatkichim shunday ko'rinadi, ammo menga bunday ko'rinadi. Bular qo'l ostalarim qo'shgan qo'shimcha qiymatlar. Masalan, suvga qo'shilgan es, tug'ilganimda berilgan yerim, Almeriyadan kelgan. Qolganlari esa xizmatkorlarimdan, ya'ni ishlarim ko'paygani sari mening reytingim ham oshadi. Darajam esa cheksizlikkacha oshishi mumkin shekilli. Kutinganingiz uchun rahmat.
Bugun judayam kelishgansiz. Yaxshi. U judayam ajoyib, shunday emasmi? Ko'p bolalar bu yoshda shoh bo'ladi, ammo u judayam bosiq va vazmin. Ehtimol buni shohona salobat deyishar. Kechirasiz. Valiahd shahzoda va to'rtinchi shahzoda sizni ko'rishga kelishdi. Ular sizni bemalol ovqatlanib, keyin chiqishingiz mumkinligini aytishdi. Bunaqasi bo'lishi mumkin emas. U axir Villa shahzodasi. Darhol meni olib boring. Xayrli tong, aziz akajonim. Ha, nega kelding? Men endigina ovqatlanib bo'lgandim. Xo'p, shunday deb hisoblaymiz. Ko'ryapman, Noah har doimgidek odobli. Ha, u kelajakda a'lo imperator bo'ladi. Men bunga erishish uchun bor kuchimni sarflayman. Bugun bizda sen uchun sovg'a bor. Bu nima? Och. Yo'q, u meni yeb yuboradi. Iltimos, meni affeting. Bizni qutqaring, shahzoda Albert. Nima uchun edi? Nima deb o'ylaysan? Yaxshi qilich, shunday emasmi? Ha. Uni qo'lingga ol. Bu Valiahd shahzodasining sovg'asi. Rad eta olmayman. Mayli, unday bo'lsa. Ha, shunday bo'lishini bilgan edim. Bu qilichning nomi Leviant. U imperiyadagi eng kuchlisi deb tan olingan suv sehrli qilichdir. Uni egallashga uringan taxminan 120 kishi halok bo'lgan. Sal qoldi Valiahd shahzodasining sovg'asini tushirib yuborishimga. Xavotir olma. Uni ishlatishga loyiq bo'lmaganlar ko'tarishi bilanoq la'nat bilan o'ladi. Aksariyat odamlar uchun esa hatto sandiqni ko'tarishi bilan azob chekadi. Tushunarli. Demak, SS darajadagi suv moliyaligiga ega bo'lgan kishi uni ishlata oladi. Bu juda qimmatli namoyish bo'ldi. Nonushtangizni bo'lganim uchun uzr. Demak, o'sha pastkash Valiahd meni sinab ko'rgan ekanmi? Yo'q, buni baland ovozda aytsam o'laman. Bu to'g'ri qaror bo'ldimi? Bu qilich bebaho bo'lsa, mayli. Unga o'xshagan iste'dodli kishining qo'lida bo'lgani maqbul. Bundan tashqari, u shunchalik iste'dodli bo'lgani uchun ham o'zining qimmatbaho uy hayvonini tishlab olishni his etishi kerak. Zoe, nimadir bo'ldimi? Xuddi kayfiyating yo'qdek. Kechirasiz, xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Hech qisi yo'q, gapir. Unda keyinroq vaqtingiz bo'lsa. Zoe. Rostini aytsam, sizdan ta'til so'ramoqchi edim. Nimadir bo'ldimi? Yaqinda men tug'ilgan yurtda suv toshqini bo'ldi. Men ulg'aygan ferma vayron bo'ldi. Yolg'iz yashaydigan onam esa ishsiz qoldi. Yana qarindoshlarim Qizilchiroqlar mahallasida ishlashni aytishdi. Ular aytishicha, o'zimni shahzodaning xizmatkori sifatida sotishim mumkin ekan. Yetarli, bo'ldi. Xo'p, onangni bu qarorgohga ishga olaman. Qani, ko'ray. Uni orqa darvozani qulflashga mas'ul qilaman. Onangga 10 rian beraman. Lekin xo'jayin, bunday ish borligini hech ham eshitmaganman. Bundan tashqari bu odatdagi maoshdan ancha yuqori-ku. Poytaxtning g'arbiy burchagida bo'sh turgan uy bor. Sen va onang u yerda yashashingiz mumkin. Rahmat sizga. Ishingni davom ettir. Albatta. Mening sobiq xizmatkorim Fahsh mahallasida ishlayaptimi? Bunga yo'l qo'ysam, 13-shahzoda unvonini bulg'ayman. U mening xizmatkorim, demak umr bo'yi menga xizmat qiladi. Dilan, shu yerdaman.
Zoening tug'ilgan joyi Dozo shahrida suv toshqini bo'lgan. Bundan xabaring bormi? Ha. U yerdagi yerlarni imkon qadar ko'proq sotib ol. Nima? Zoening oilasidagi tirikchilikdan ayrilganlarni aldamoqchi bo'lganlar yovuzlar ko'payadi. Bundan oldin ularni himoya ostiga ol. Nima deganimni tushundingmi? Nima bo'ldi? Yo'q, shunchaki hayron bo'ldim. Bunday vaziyatni ilgari boshdan kechirmagan bo'lsangiz ham, bunday uzoqni ko'ra bilishingizga. Men qayta tug'ilishimdan oldin bunday vaziyatni ko'p ko'rganman, ammo buni ayta olmayman. Ammo mablag'ni qanday topamiz? Mening hisobimcha, buning uchun 700 ming real kerak bo'ladi. 700 mi? Kechirasiz. Uning hayron bo'lishiga ajablanmayman. Poytaxtda voyaga yetgan erkaklarning o'rtacha yillik daromadi 120 real. Hatto o'z qo'riqchilarim ham yiliga 8 ming real oladi. Almeriyadan tushadigan soliq daromadni va imperatorning pul sovg'alarini qo'shsak, 13-shahzoda qarorgohida taxminan 500 ming real bor. Demak, yana 200 ming real yetmaydi. Poytaxt janubida yerimiz bor edi, shundaymi? Uni sotishga to'g'ri keladi. Nima? Lekin u yerlarni hazrati orliklari sovg'a qilgan-ku. Uning ruxsatisiz sotish imperator oilasiga qarshi jinoyat bo'ladi. Mayli, otamning tanbehini o'zim qabul qilaman. Ammo Shahzoda Noa. zodagonlarning o'z majburiyatlari bor. Ba'zan o'zlarini qurbon qilishlari kerak. Shunda imkon qadar ko'proq xalq baxtli bo'la oladi. Shahid bo'lib ko'rinish zodagonlarga berilgan imtiyozlardan biridir. Xo'p, oliy janoblari, buyurganingizdek bo'ladi. Yana Shahzoda Nova. Nima bo'ldi? Katta rahmat. そうか。そういえばディランもあの辺りの出身だっけ？ Buni ichkariga olib kiring. Yo'q, to'xtang. Buni ikkinchi aravaga joylang. Bularni hammasi esa birinchi aravaga sig'adi. Bu yerda nima bo'lyapti? Kechirasiz, sizni qarshi olishga ulgura olmadim. Akajon, Genri. Hech qisi yo'q. Xo'sh, qayergadir ketyapsanmi? Ha, Doso deb ataladigan suv bosgan hududdan yer sotib olyapman. Uni ko'zdan kechirmoqchiman. Ha, unday bo'lsa, akajon, sehrli qilichdan foydalanmoqchimisan? Yo'q. Unda qandaydir kuchni sezgandim, ammo keyin boshqa sezmadim. Uni shunchaki sinov uchun yonimda olib yuraman. Tushundim. Shu sababli men bilan yolg'iz gaplashgani keldingizmi? Albert g'alati gaplarni aytgani uchun men tekshirib ko'rdim. Aftidan, u qilishning o'z irodasi bor. Iroda? Aytishlaricha, u faqat o'z egasi deb tan olgan kishiga bo'ysunar ekan. Men uning tan olishini qozonishim kerak. Iltimos, iltimos, meni ayang. U xuddi telba itga o'xshaydi. Zarur bo'lsa, yoningda olib yur, lekin undan foydalanma. Aks holda o'lasan. Qanday dahshat. Dilan, hokimiyat idorasiga bor. Ya'ni, demoqchisiz, ko'rinishdan vayron bo'lgan uylarning ko'p yerlari hujjatlarini ham yo'qotgan. 一旦役所のリストに従って買い取るしかない。 Tushundim. Buni bir qarashdan yeganingizga hayronman. Agar nimadir bo'lsa, mas'uliyatni o'zim zimmamga olaman. Shoshil, bajariladi, oliy janob. Zoe, men bilan yuring, hududni tekshirib chiqamiz. Albatta. Demak, ildiz mevalar allaqachon chiray boshlabdi. Bu yil hosil bo'lmaydi. Baribir xavfli deb o'ylayman, xo'jayin. Bu qadar uzoqqa kelish shart emas Agar edi. meni to'xtatmoqchi bo'lsangiz, kechasi yashirincha qochib ketaman. Ammo sizni qo'yib yubora olmayman. 炊き出しですね。帝国も仕事してるみたいだな。 Judayam bemasa, deyarli qaynatilgan suvni o'zi. Hammasi joyidami? Bu juda yomon ta'mli. Bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Ko'p narsa talab qila olmaymiz. Buni yeyayotganimiz o'zi omad. Hatto shunday bo'lsa ham minnatdor bo'lib qabul qilishimiz kerak. Lekin imperiya shunday ovqat tarqatayotganiga ishonmayman. Voy, ana u kelyapti. Tekshiruv! Bu kim? この地方のお役人のガリル様です。 Mana.
Hammasi joyida ko'rinadi. Rahmat janob. Sizning ulushingiz tayyor. Har doimgidek puxta ekansiz. Buning evaziga pora olyapsizmi? Xo'jayin, Sen kimsan? Ularni pora evaziga yonladingmi? Ha. Buni qilding, shundaymi? Shunday kichkina bo'lib katta gapiryapsanmi? Bu ish biz uchun ham og'ir, bilasanmi? Buning evaziga biroz olib qolamiz. Ko'p xizmat qilayotgan, bu bizlarga berilgan imtiyoz. To'g'ri. Bu bola bugun qimmatli saboq oldi. Meni bola deyishing mensimaslikdir. Falokat qurbonlari uchun ajratilgan oziq-ovqatdan boyish bu jinoyat. Nima deding? Sassiq mitti bola. Meni haqorat qilish, bu yurt hukmdori Sirriyonni haqorat qilishdir. Buni tushundingmi? Zaiflarni ezib, kuchlilarga yoqish. Hukmdorni eshitishni xohlaysanmi? Bas qil, bema'ni gaplaringni. Bu menga o'sha qilishni eslatdi. Sassiq mitti. xo'jayin. Meni mana shunday axlatlar bilan bir qator qo'yganimga jahling chiqara. Unday bo'lsa, kuchingni menga ko'rsat. Demak, kuchli ekansan-da. Unda men zaif bo'lib qoldimmi? Bu juda pastkashlik. Kuchlilar faqat zaiflarga kuchini namoyish etadi. Chunki ular o'zidan ham kuchliroq kishidan qo'rqadi. Agar sen kuchli bo'lib tug'ilgan bo'lsang, agar kuchli bo'lib tug'ilishga muvaffaq bo'lgan bo'lsang, unda o'sha kuchni xalq manfaati uchun ishlat. Bu zadagon sifatida mening huquqim. Menga bo'ysun, Liviant. O'lib ket. Lord Garl, sen sassiq bola. U bolani qo'lga oling. To'xtang. Aql bovar qilmaydi. Buni ham ko'rmayapman. Sen telbasan, buni bilasanmi? Nima bo'lyapti? Yo'l beringlar. Bu nima balo? Iltimos, bizni qutqaring. Lord Garl, Rod Garlni o'sha bola o'ldirdi. Bola? O'n 13 shahzoda tashrif buyurganidan bexabarligim uchun uzr so'rayman. Sir Roin. Meni taniysanmi? Ha, men Roin Greenman. Yaqinda ushbu hududni xavfsizligini ta'minlash uchun tayinlanganman. Men shahzoda Greenning xonadoniga xizmat qilaman. Ha, akamnikiman. Bu yerda nima bo'lyapti? Sizlar nima qilyapsizlar? Bola kim o'zi? 13 shahzoda oliy huzurlaridasiz. Roin, sen biroz vaqt men bilan bo'lasan. Albatta, sizning xizmatingizdaman. Bu oziq-ovqat tarqatuvchilarni pora evaziga yonlashgan. Buning ortida turgan odamni jazoladim. Bu kishilar esa uning sheriklari. Ularga munosib jazo ber. Ovqat tarqatishni boshidan boshlaymiz. Sho'rvani ko'proq soling. Shunaqa quyuq bo'lsinki, qoshiq tik tursa ham yiqilmasin. Buni qila olasizmi? Ha, oliyjanob. Kerak bo'lsa jonim evaziga. Biz ham endi yaxshi ovqat yeymizmi? 13-shahzodaga uzoq umr bo'lsin. Batay! Batay! Batay!
Shahzoda Noa, juda ajoyibsiz. Tushundim. Endi ketinglar. U nafaqat tishlamadi, hatto o'sha telba it ham unga bo'ysundimi? U men o'ylaganimdan ham foydaliroq bo'lishi mumkin. ノア・アララート、陛下の召集に応じ参上いたしました。 Hisoblarni eshitdim. Senga bergan yerimni sotib, butun bir qishloqni sotib oldingmi? Mana kelyapti. Sandan minnatdorman. Sening sa'y-harakatlaring suv toshqini foydalanmoqchi bo'lganlardan paydo bo'lishidan oldin o'ldi. Agar bu tabiiy ofatdan keyin inson qo'li bilan qilinadigan falokat ham yuz berardi. Imperiyani bu balodan tozalashga katta resurslarni sarflashga to'g'ri kelardi. Buni qayerdan bilding? Bu tasodif edi. Xizmatkorlarimdan biri o'sha qishloqdan ekan. Tushundim, baribir bunda taqdirning ham hissasi bor. Sen o'sha qishloqda suv sehrli qilichini egallading, to'g'rimi? Buni ham bilarmidingiz? Ancha bo'ldi. Novaning qobiliyatlarini yana bir bor ko'rishni istayman. Kechirasiz, oliy janob. Demak, faqat inson bo'ysunuvchilari emas, boshqalar ham darajamni oshirar ekan. Bu menga odatda ko'rinadigan holat emas. A'lo darajada. Bu nima? Suv endi SSS bo'ldi. Endi plus belgisiz. Noa. Iltimos, bundan buyon xizmatkorlaring bilan menga xizmat qil. Albatta. Ushbu anime Meteor Dubbing sayti uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. 儚き夢とどかぬまま永遠に続く痛みに怯えてた窓辺に映る影星君との思い出がにじむ月の明かりに照らされて遠い星のように輝く君を見た季節が